Endi qizlar, e'tibor berishlaring kerak bo'lgan joy keldi. Ya'ni mana shu burchak chiqarish qoidasi. Mana. Hali endi ikkita kirgizib chiqargan joyimiz bor-ku. Mana o'sha joy, mana uni choki, mana tepasidagi ikkita undan kirib chiqqan chok. Endi mana shu yerdan olib kiramiz. Mana. Olib kirdik. Olib chiqdik. Mana bitta. Endi bundan hali to'qimay turib, mana tepa qismiga to'qib turdik-ku, endi hozir to'qimaymiz. To'qimasdan endi mana shuni yonidagi ikkinchisiga ham olib kiramiz hamda olib chiqamiz. Mana 1 2 3. Shunda hosil bo'ldi. Endi buni qo'yib yorib, shu ipimiz bilan mana birinchi joydan 1 ikkimiz bor edi-yu. Shuni birlashtirib olamiz. Mana buni birlashtirib olib, endi uni narsamiz yordamida shuni belgilab olamiz mana. Bu birinchisini belgilab oldik. Endi mana ikkinchisini qo'yib yuborgan edik. Endi shu ikkinchisini olamiz. Mana. Hozir birinchi burchak qoidasini bajardik. Endi sekin-sekin to'qib kelamiz-da. Men yerda yana bitta burchak chiqarishni ko'rsatib beraman. Ko'pchilik qizlarimiz so'rab turishadi. Mana shunaqa yonida bug'doychak qanday hosil bo'ladi deb. Mana hozir o'sha bug'doychak hosil bo'lyapti. Mana shu qatorda oxiriga kelganlaringda mana shu ichidagi o'tasiga ip qoldirib ketyapmiz-ku. Mana shu ipni sal-sal tortib qo'yasizlar. O'ta tortib yuborish ham bo'lmaydi. Ichkariga tortib kirib ketib qoladi. To'qigan karsinkamiz ichkariga qarab ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'ta tortmaymiz, lekin sal-sal tortib qo'ysak, qattiq bo'lib, qolib bo'lib ushlab turadi o'zini. Endi yana ikkinchi mana burchak chiqarish qoidasiga keldik. Mana burchakda ikkita bug'doy. Mana shu bug'doyda mana birinchisi, bunisi ikkinchisi. Mana 1, bu 2. Mana shu birga kirdik. Birga kirib, buni olib chiqdik. Ikkinchisiga ham kirdik, olib chiqdik. Endi mana bittasini birga qo'yib turamiz, chiqarib turamiz. Keyin mana birinchisini olamiz, birlashtirib olamiz hamda shu olgan birinchimizni belgilab olamiz. Mana buni bilishimiz kerak. Belgilab olganimizdan keyin mana shu ikkinchisini ham birlashtiramiz. Mana bu birinchisi, birinchi burchak qoidamiz. Mana buni ikkinchi burchak qoidamiz. Mana yana ikkitasini qilsak 1 2. Mana belgilab olamiz bularni. Belgilashni eslangdan chiqarmanglar. Adashib ketasizlar yoki burchaklaring burchak bo'lib chiqmay qolishi mumkin.